Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlar. Instagramda yangi video bo'ladi o'shandir ilindim sizlarga. Mana qadrli xushbo'q qilgan do'stlarimizga. Xo'p, xonaga kirib, kiyimlarim kirib bo'lganda doim delfin parashyolarini yuvib, delfin parashyolarini olib berardim uylarga, bolalarimga, onamga, sinimga, o'zim ham yo'limga olib kelardim. Eng qiziq joyi dazmol yutyapmiz. Hozir bizga telefon qilishdi, shu dazmol bo'lgani ketyapmiz. Hozir olish jarayonlarimizni ham va olgan jarayonlarimizda qo'yib olishga harakat qilaman. Shu video davomida qo'yib ketaman. Ko'rib turinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar, zo'rlari bo'laveradi. Delfin parashyolga eng zo'ri. Delfin parashyollar sotilgan joyga xabarkamiz olgan keldi akalar. Delfin Option magazin. Masjid ekan, hozir chaqirishdi. Assalomu alaykum. Aka, sizimiz 59 sizniki? Akam parashyol anadan delfin yutib oldim. Xullas dazmol yutib oldim. Mana aka, dazmolimiz aka, yaxshi kunlaringizni ishlating aka. Bundan aka, mana kakras. Bog'lasa aka, ishlatib delfin parashyollarni maza qilasizlar. Eng muhimi, sizlarning kirib olmaydi, sira ketib turadi xullas. Bosish kerak, qo'llab-quvvatlab turish. Bunaqa padarga yetib olish kerak. Mana ishlanmaganlarga nomerlaringizga yozib qo'yishdi. Bu reklama emas, o'zim uchun olganman. Kimgadir reklama kelaverasizlar, batafsil har xil narsalar bor ekan. Bemalol kelib, parashyollarni mana yog'larni bemalol olib, nazar ishlatishingiz mumkin. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan zo'rlar ham chiqadi.